Mana bu akaning videolariga balki sizning ham ko'zingiz tushgandir. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish degan jumladagi g'urbat so'zi bu shaharligini, shaharga kelib tushunib yetdimki, shaharda puling bo'lmasa, xursand bo'lmaysan degan ma'nosi bor ekanda. Endi tushunib yetdim mana shuni. Mazkur videoda hammamizga yod bo'lib ketgan bir ruboiy tahlilga olingan. O'ylashimcha akamiz shunchaki hasıl tariqasida o'z holatlaridan kelib chiqib ruboiyni sharhlashga harakat qilganlar. Keling shu ruboiyning adabiyotshunoslikdagi sharhini ham ko'rib chiqamiz. Bu ruboiy Alisher Navoiyning Hazoilul Maoni to'plamidagi G'aroibus Sug'ar devon tarkibiga kiritilgan. Bu devonda asosan Navoiyning yoshlik davrida yozilgan ruboiylari va asarlari joy olgan. Alisher Navoiy yoshligida umrining bir qismini Eronning Mashhad shahrida o'tkazishga majbur bo'lgan. Adabiyotshunoslarning fikriga ko'ra, bu ruboiy aynan musofirlikda yozilgan va g'urbat so'zining ma'nosi musofirchilik, g'arib esa bu musofirdir. Ya'ni musofirchilikda yurgan inson hech qachon shod-xurram bo'la olmaydi va u yerdagi xalq ham unga o'z yurtdoshlari kabi mehribon bo'la olmaydi. Shoir o'z fikrini bulbul haqidagi misol bilan asoslab beradi. Demak, bulbulga oltin qafas ichida qizil gul o'stirib berilgan taqdirda ham unga o'zining tikonzoridek vatan bo'la olmaydi. Ikkinchi qarash esa tasavvufiy xarakterga ega. Bunda bu dunyo bir qafas sifatida talqin qilinadi. Ya'ni inson bu o'tkinchi dunyoda hech qachon shod-xurram bo'la olmaydi. Bu yerdagi insonlar ham unga chin ko'ngildan mehribonlik qila olishmaydi. Bu misralar bilan Alisher Navoiy haqiqiy halovat va huzur chin dunyoda topilishiga ishora qiladi. Mana shunaqa gaplar. Adabiyot va so'zga diqqatli bo'ling. Salomat bo'ling.